Doktorlarga ham bordim. Neyro bo'yicha, asab bo'yicha davolandim. Hech foydasini ko'rmadim. Men Alimov Amirqul Lafasovichman. Yoshim 57 da. Oldin juda kuchli asabiy edi. Irodam to'xtatilmay qolardi. Doktorlarga ham bordim. Neyro bo'yicha, asab bo'yicha davolandim. Hech foydasini ko'rmadim. Keyin telefonni kavlab o'tirib bu Nevrosilimni ko'rib qoldim. Reklamalarimizni ko'rdim, qaradim. Reklamaga jizzakilik, uyqusizlik, hamma tomonlama nima qildi, hamma tomonlama qaradim. Mana shu bir nimasi bordir shu narsani chiqaryapti. Oldim, o'sha kunning o'ziga ichdim. 2 kundan keyin spokойно shunday o'zimga keldim, juda zo'r uyqu bo'ldi. Avvalo odamning o'ziga ixlos kerak. 3-kun tem bo'ldi. O'shandan bir oy ichgan bilan bir oylik bir kursiga qattiq dahshat. Maslahat beraman, kimga bo'lishidan qat'iy nazar, agar asab nima bo'ladigan bo'lsa shundan o'tish kerak ekan. Uyqum zo'r, kechasi yaxshi uxlayman, ertalab ishga boraman. Ya Xudoga bersar shukr, zo'r. O'shandan beri ichib hozir hamma tomonlama zo'r. Bu Nevrosilimni butun O'zbekistondagi odamlarga tavsiya qilaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Ixlos bilan ichsa hamma narsa ro'yobga chiqaradi.